Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston strategiyasi haqida izdinish. Avtori Asiye Uyghur. Birinchi bölüm. Kichik Boshning Xitoy strategiyasi va Uyg'urlar. Mening bu maqolani yozishimga sababchi bo'lgani dal Bobfu haqida yozilgan bir parcha yozma bo'lib, bu yozmani o'qiyotganimda uningda o'tirib qo'yilayotgani qandaqdir biror shaxsning hayot kechirmishlari va yoki qandaqdir bir noma'lum maqsadlari orqa ko'rinish qilingan sarguzashtalar bo'lmasdan, balki Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustida yurgizgan hiyla nayrang va qiltoqlarining simasi ko'z oldimda namoyon bo'lgandek tuyg'u kelib qolgan edim. Bundaq hissiyatga kelishimmi dal uzundan buyon Xitoyning vatanimiz Sharq Turkistonda ilib berayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarning sabablari ustidagi izlanishlarimdan edi. Men Bobfuning jasuslikqa chetishligi borligi haqidagi qurlarni, shundaqla Bobfuning qarig'i advokat Chin Guangchingga jasuslik detali qachalangan aloqa, taxt kompyuter va telefonlarni sovg'at qilishi qatorliq ishlarni oqibatda Amerika Federal tekshirish idorasi, ya'ni FBI tekshirish dokladida oshkorlagan. Bobfuni jasus deb ayblagan New York Universiteti FBI'ning tekshirish dokladini azaldan topshirib olmaganligini e'lon qilishdan keyin bu voqeaning Bobfu va New York Universitetining professori Kung Jerong apandim bilan billa bu ishning bir uqishmaslik ekanligi haqida birlikda bayonot berishi bilan oxirlashganligini tushungan edim. Gerçi bu voqea ayni chog'da, ya'ni 2013-yilning oxirida besiqqan va qarig'i advokat Chin Guangchingmo davomliq Bobfu bilan quyuq munosabatni saqlab qolgan bo'lsa-mu, bu voqea sababli Chin Guangching va Bobfuning Xitoy jasusi ekanligiga oid mish-mish paranglar doim tarqalib turgan. Bo'libmi, Chin Guangching Xitoy hukumatining 8 yillik turma jazosi va taqibidan qutulib, uyida tutib turilish vaqtidami qatma-qat muasirlardan o'zi yolg'iz qutulib chiqib, egiz tamlardan tun kechalarda yordamchisiz atlab o'tib, 17 soat o'zi yolg'iz yo'l yurib, Beijingga kelib olganligini. Oqibat Amerika konsuliga kirib, panohlik tilaganlik haqidagi xuddi Hollywoodning razvodka kinolaridek odamlarni hayajon va qiziqishlarga mabtun qiladigan ajoyibotlar kishilarning davomliq diqqat va gumonlanish obyekti bo'lib kelgan edi. Buningga agishibla o'tirg'i chiqqan Bobfu jasuslik detali voqeasi qo'shilib, bu ishlarning hammasi chet eldagi Xitoy jamoatchiligi ichida davomliq gumoniy nazar bilan qaraladigan qiziq temaga aylanib kelishiga sabab bo'lgan. Biz endi bu voqealarni qo'yib, o'z gapimizga kelaylik. Bobfu haqidagi bu ishlar FBI'da e'lon qilingandan keyin meni eng qiziqtirgani Bobfuning o'zi va uning Amerika jamiyatidagi o'rni, shundaqla uning kichik bosh davridagi kichik bosh bilan bo'lgan normal kishilarga aslida nisb bo'lmaydigan alohida quyuq do'stlik munosabati edi. Bundaq bo'lishidagi sababmi, kichik bosh davrida bizga munosabatlik ko'p cho'ng ishlar yuz bergan bo'lib, bularning eng muhimlari Sharq Turkiston Islom partiyasining Amerika boshchiligidagi davlatlar va BDT'ning
dünya terrorluq təşkilatları dəb tizimlikə kirgizilishi və Rabia xanımningmi dəl mushu boş davrda erkinlik chiqib Amerikaga kelishi. Shuning bilan Uyghur davosining yanama bir qadam jonlanishi edi. Biz masalalarni texmi aniq kuzatish va tushunish uchun kichik bosh davrdagi Amerikaning Xitoy strategiyasi haqida qisqacha to'xtalib o'tayli. 2001-yili kichik bosh taxtga chiqqandan keyin Amerikaning ichki siyosatida Cumhuriyetçilarni asos qilgan konservativlar ustunlikni egallagan. Ular odatda Amerika davlat manfaatini chiqish qilib, Amerika uchun eng cho'ng xatarni izlashga odatlangan bo'lib, Xitoy davlatini o'zlariga birdak cho'ng dushman deb qaragan. Kichik boshmo Amerikaning Xitoy bilan bo'ladigan munosabatida Xitoyni Amerikaning strategik raqobatchisi deb e'lon qilgan. Shundaqla oshkora holda Tayvanga qurol kuchi bilan yordam qiladiganligini jakarlagan edi. Biroq bu strategiya uzoq davomlashmagan. Ya'ni uzun o'tmay yuz bergan 11-sentabr voqeasi Amerikaning strategiya nuqtasini O'rta Sharqdagi terrorlikqa va keng ko'lamlik vayron qilg'uch xarakterdagi qurollarning kengayishini to'sishga yo'tkagan edi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy bilan Amerika orasidagi savdo aloqalari tez suratda taraqqiy qilib, ko'p taraflama hamkorliklar o'rnatilib, Amerika bilan Xitoy orasidagi masalalar kontrol qilish doirasiga kirgan va Amerika-Xitoy munosabatlari normal holatga qaytib kelgan. Undaqda Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatidagi bu tasoddifiy o'zgarishlarning yuz berishiga nimalar sabab bo'ldi? 11-sentabr voqeasining yuz berishimi yoki bu voqeadan Xitoyning foydalanib ketishimi? Men bu haqda texmi ko'p ahvollarni bilish uchun shu davrdagi Xitoy-Amerika munosabatlarining strategiyasiga ta'sir ko'rsatgan omillar ustida astoydil tekshirish elib bordim. Bu tekshirish jarayonida shuni payqadimki, 11-sentabr voqeasining yuz berishiga Xitoy hukumati tunji bo'lib prezident boshqa telefon qilib, Xitoyning har vaqt Amerika bilan bir safda ekanligini, shundaqla Amerika bilan birlikda terrorlikqa qarshi turishga yordam qiladiganligini bildirgan. Dal shu sabab tufayli Amerika bilan Xitoy orasida 11-sentabr voqeasidan keyingi 3 bosqichlik strategik hamkorlik munosabati shakllangan. Ya'ni Amerika-Xitoy munosabatlarining yuzlanishi kichik bosh taxtga chiqqandan keyin muqimlashishga boshlagan. Xitoyni Amerikaning strategik raqobatchisi deb qarashdan ko'ra, 11-sentabr voqeasi yuz bergandan keyin 30 yildan buyanqi eng yaxshi munosabatni shakllantirgan deb ta'riflashga o'tgan. Kichik boshning ikkinchi saylimidan keyingi nihoyatda murakkab bo'lgan ikki taraf munosabatidan 2005-yildagi manfaat munosabatiga va oxirida qurilish xarakterlik hamkorlashuvchi munosabatiga taraqqiy qilib, Xitoyning siyosiy, diplomatiya va iqtisodiy taraqqiyotiga zo'r yuksalishlarni elib kelgan. Undaqda Xitoy bilan Amerika munosabatlari murakkab jarayonlar ichidan normallikka qaytgan. Bu davr Uyg'urlarga qanday ta'sirlarni elib kelgan? Hammamizga ma'lum bo'lganidek, 11-sentabr voqeasining yuz berishi Amerikani va dunyoni cho'chitdi. Amerika bu sabab O'rta Sharqdagi terror kuchlarini Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid bo'ladigan asosli omil deb hisoblab, butun kuchini terrorlikqa qarshi turish harakatiga qaratdi. Darvaqa
Amerikaning davlat bexatarlik strategiyasidagi bu jiddiy o'zgarishlar bevosita va vositalik holda İran, Xitoy qatorliq mustabid davlatlarning iqtisodiy va davlat kuchini oshirish jihatlarida eng yaxshi fursatlarni yaratib berdi. Bugun biz Amerikaning İranga qanday fursat yaratib berganligi haqida to'xtalmaymiz. Faqat Xitoy hokimiyatining bu tasodifiy fursatdan qanday unum yaratganligi va Uyghur davosining bu sabablik qanday yo'qotishlarga uchirganligi haqida bir oz to'xtalamiz. 2001-yili 9-ayning 20-kuni Amerika prezidenti Kichik Bush Amerikaning terrorlikqa qarshi umumyuzlik jang boshlaydiganligi va Amerikani asos qilgan dunyo terrorlikqa qarshi hamkorlik shakllantiradiganligini jakarlagan. Buningdan avvalgi Amerika-Xitoy munosabatlari, Amerika-Xitoy aeroplan so'qishish hodisi, ya'ni Janubiy Xitoy dengiz bo'shlig'ida Amerikaning harbiy aeroplani bilan Xitoy harbiy aeroplani so'qishish vaqasi bo'lib, bu vaqada Xitoy hukumati Amerikaning pachaqlangan aeroplanidan Amerikaning nurg'unlagan qimmatlik harbiy maxfiyatliklarini o'g'irlagan. Gerçi keyin avval odamlarni, keyin aeroplanning qoldiqlarini Amerikaga qaytarib bergan bo'lsa-mu, bu vaqa Amerika-Xitoy munosabatlariga nihoyat og'ir ta'sir ko'rsatgan. Va Yugoslaviyadagi Xitoy elchixonasining Amerika tarafidan portlatishi bu dal sobiq Yugoslaviya ittifoqi bilan Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti orasida urush bo'layotgan mazgil bo'lib, bu urushdan sobiq Yugoslaviya kommunist hokimiyati og'dirilib, Qoratog', Bosniya qatorliq nurg'un davlatlar mustaqil bo'lgan. Bu urush mazgilida Xitoyning Yugoslaviyadagi elchixonasining Amerika tarafidan bombardimon qilinishi, kuzatuvchilar tarafidan Amerikaning Xitoy bilan Janubiy dengizdagi aeroplan hodisidagi maxfiyatlik o'g'irlash qilmishiga qarta o'ch elishi deb qaralgan. Qatorliq vaqalar sabablik ziddiyatlik munosabatlar ichiga kirib qolgan edi. Clinton hukumati Xitoy hokimiyatiga singib kirish va Xitoy hokimiyatini g'arbga yaqin bir demokratik davlat qilib qurib chiqish uchun tirishgan bo'lsa, Kichik Bush hukumati Clintonning Xitoy strategiyasini yumshoq vosita deb qarab, texmi qattiq qo'l bo'lish va Xitoyni Amerikaning raqobatchisi deb qarashdak qattiq pozitsiyada bo'lgan edi. Mana shundaq inchik paytlarda xuddi Xitoyning ko'ngildagidekla 11-sentabr vaqasi yuz berdi va bu vaqa Xitoyning keyingi saltanati uchun bo'libmi tarixdan buyon hal qilolmay kelayotgan Uyg'urlar masalasini bostirishning fursatini yaratgan edi. 11-sentabr vaqasi yuz berish bilan tangla Xitoy raisi Jiang Zemin 12-sentabr kuni prezident Bushga telefon qilib, o'zlarining terrorlikqa qarshi kurashda Amerika bilan bir maydonda tavranmay turdiganligini ifodaladi. Shundaqla bu so'zning dalil sifatida terrorlik tashkilotining Xitoydagi bank hisobini taqidi. O'zaro dushmanlik holatidagi Amerika-Xitoy munosabatlarida 11-sentabr vaqasi sababli tarixiy yangi sahifalar ochildi. Undaqda biz tahlil qilib baqayli. Kichik Bush vazifaga o'ltirgan 2001-yil 1-ayning 20-kunidan 2009-yil 1-ayning 20-kunigacha bo'lgan bu 8 yil jarayonidagi Amerika-Xitoy munosabatlaridagi o'zgarishlar
va 11-sentabr vaqasi Uyg'ur vaziyatiga qandaq ta'sirlarni ko'rsatdi? Bizga ma'lum atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayonining yerlik xaqani bo'lgan Vanglöçön huquq tutgan mezgil dal kichik bosh Amerika prezidenti bo'lib hokimiyat yurgizayotgan yillar bo'lib Vanglöçön huquq tutgan 1995-yildan 2010-yilgacha vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoy zulmiga qarshi nurg'unlagan qarshilik harakatlari yuz bergan. Shundaqla dal Vanglöçön mezgilida Uyg'urlarning qarshilik harakatlari xalqaro terrorlik harakatlari bilan bog'lanib, Sharq Turkiston Islom partiyasi xalqaro terrorlik tizimligiga Sharq Turkiston ozodlik tashkiloti qatorliq tashkilotlarning a'zolarimi terrorlik tizimligiga ilingan. Ya'ni, ko'zlaydigan bo'lsak, 11-sentabr vaqasi Amerika-Xitoy munosabatlarida Uyg'urlarning huquq, adolat va erkinlik uchun elib borgan kurashlari xalqaro terrorlikqa qarshi turish ko'rishining yemchugi qilinib, oxirida bo'lsa bu cho'ng davlatlar o'rtasidagi manfaat o'yinlarining qurboni bo'lgan. Xitoy dal bu tarixiy fursatdan foydalanib, noit epchillik bilan Uyg'urlarning haqqoniy kurashlarini xalqaro terrorlikqa bog'lab va bu haqda noit ko'p hili-nayranglarni o'ynab, Uyg'urlarga noit ko'p badnomlarni ortgan. Amaliyotda Amerika Xitoyning talabi bo'yicha faqat Sharq Turkiston islom harakatini dunyo terror tashkiloti tizimligiga kirgizgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hokimiyati nayrangvozlik qilib, Sharq Turkiston terror uqumini dunyoga qarni yirtilgicha jor silib, Uyg'ur xalqining musulmonlik diniy kimligini terrorlikqa bog'lab, dunyoviy islomga qarshi kayfiyatdan unumlik foydalanib, butkul Uyg'ur xalqini bostirish va bir millat sifatida yo'qotishning nishoni qilgan. Va 15 yildan keyin ochiq oshkora ijro qilishga boshlagan. Mana shu o'yinlar natijasida Uyg'urlarga kiydirilgan yana bir yangi xalqaroliq siyosiy qalpoq terroristdan iborat bu badnom sabablik bugungi kunda Uyg'urlar tarixdagi eng ig'ir badallarni to'lab kelmoqda. Davomi bor.